Siyasi vaziyetler, dünya iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranında. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli görürmenler. Qanday qavalыңlar qarindoshlarım? Men qarindoshlarım Nebici Allah. Bugünkü programımızda özümüzden ve oylagan fikirlerini her birleriyle ortaklaşaydık. Asasiyetten qarindoshlar, vatanimizning ahvolida yaqinqi geliyor uçurlarımızda vatanimizning ahvolida naiti chekinish ig'ir qarindoshlar Xitoy tajovuzlari butunlay mush yil oxirigachilik qarindoshlarımızın sirti qolganlarini, asosli lagerdagilarni butunlaylam turmalarga sulab, lagerlarni asosiyatdan bekor qilgan shaklda xalqlarga ko'z bo'yamchilik qilib, hammani qar qo'yoq hükümü qilmay, kesimmi qilmay, shu yo'lda qaraslam qar qo'yoqlar shu turmilni kengaytib silvatganligi o'tirg'i chiqyotdi. Mana shu shaklda yo'qitiblam, tunjiqtiriblam, shu turmidlam chirtiblam, yo'q qilib yetimiz degan shaklda plan qilyapti qarindoshlar. Bunun bir qator xizmatlarni Xitoy asosda bir shaklda Xitoyni yasab chiqib, Uyg'urga o'xshash ravobchaldigan usul o'ynaydigan, anandan keyin ko'chada minib kiyim-kechak yig'ishtirishga o'xshash qilib bir shaklda odamni yasab bo'lmoqchi. Shunga bizning ba'zi bir shakldagi nufs shaklimizga bir ta'sir ko'rsatmagan, aniganda u yerdan odamni kelib qolsa, uning qanday taqobil tura oladigan shaklda bir maydonlarni, sahna hozirlab bular hozir butunlay umumyuzlik yo'qitib yutiblar qarab o'tiramiz degan shakldagi shu planga tushyapti. Shuning uchun hamda biz mojiratdagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarımızın hammasi o'zimizning kuchiga doir, o'zimizning amaliy ahvoliga doir, o'zimizning sharoitiga doir har qaysi o'zining shaklida harakat qilyapti. O'zining shaklida o'zi bilgan ishni qilish nihoyatda bek yaxshi ishlar. Hammamiz masalan doktorlar doktorligini qilyapti. O'zining bilganini ilm so'zlayapti. Damallar, ölümalar, ulu özünün bilginini, özünün dinleyeceğindeki insanlığa bilgiçlik değişlik, halkımızı yetekleştirişlik noktadan kılıvatıdı. Siyasetçiler siyasi dairesi özünün aktif siyasi faaliyetlerini devamlaştırıvatıdı. Teşkilat özünün hizmetini kılıvatıdı. Anın dinkin bazı pidakar aktifler özünün devletinin kanunundan faydalanıp ve her xil çetetlilerden faydalanıp bir şekilde ula bir leksiyerlerini, ula bir şu tordaki Xitoy yuriyo sebeplik işkim faaliyetini çekinip kılıvatkan ahvalası da şu uçur vasıtlardaki nimilden faydalanıp davanı anlaşık tırışıvatı da qarindoshlar. Şu an bir yerde devat kılımız her kesipteki ixtisas ilgileri ixtisas cihette pul tepiş bilen davaga koşuş bilen koşuvat kaldırı. Qağalı hemmisi özünün bilgen sahasından çıkıp durup dava üçün xizmat qilsa, Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun xizmat qilsa, bu eng yaxshi ish. Haliqa ziddiyat nereden kelib chiqadi desam, sen menikiga kelsan, sen men bo'lsang, menga o'xshash bo'lsang, to'g'ri bo'ladi. Bo'lmasa sening xato. Deyishning o'zi mushundan kelib chiqadi. Ziyolining ishiga mollalar aralashib, mollaning ishiga ziyoli aralashib degandekchi. Anandan keyin bir şekilde partiya ve hükümet yani xalqlar bu şekildeki narsalar. Bu partiya, hükümet, qurultay, teşkilat bo'lsin. Men izchil turda, yani bizim bundan teşkilatlarning qurilishiga hech qachon qarshi emas. Qarshi yerimiz, qarshi turgan yerimiz mana aniq tutuydilar. O'zimizninkini rost qilib bilib, boshqalarnikini voy, yimo, ko'ngli burunqili ishimiz qilinmabdi ki 14-15 yil oyog'i nima ish qilibdi? Biz qilyapmiz ishni, mana bizning ishimiz ish. Qolganning ishi nima deb manda haqni cho'tki qiqish, gipida olsun, ish harakatida olsun, biz mananga qarshi. Boshqalarni ko'zga ilmaslik, o'zimniki rost, meniki kelsang bo'ldi, bo'lmasa qolganning hammasi bekor, siyosatchining hammasi bekor. Bu deyishning o'zi mening yo'lim bilan mush yo'l shu. Başkanın yolu, senin kişilik hukuk ya, senin avtonomiya iken, o iken, bu iken hep, ma tonunu yüzümüz pişivatımız şu an. İşte diyelim yüzümüz pişivatımız o tonunu. Birisini avtonomiyacı, birisini mustakilci, birisini uçu, birisini buçu hep yüzümüz pişivatımız.
Ama özümüzün kılıvatqa işimiz şunun toğru kelyaptamdı. Şunun degan narsamizga ish loyiq ish qilyaptamdı degan nuqta qarmay, boshqalarning ishini bağlaş, başqaları bilan həpilişiş, başqalarını ko'zga ilmaslik, ma ishlarga biz izchil qarash turib kelyapmiz. Şuna qarindaşlar, bu şekilde deylik mesela o koçuldu mesela her bakallı sayınıp gidip arada mesela toplumda her bakan, uyanın bakanı, biyanın ministeri, onun bunu bolsun, aşına bir iştiyakı bolsun ama boğan bilenler o bakallıkını epqab otamızın iş qilsin. Mana bir bakallık, mana bir ministerlik tegib doğa. Endi bu tekken dikim men muşuna layık bir iş qilay. Bunu da haq köstü WhatsApp'da, Facebook'da taşlap qo'yib ko'z qilib qilmay. Men palan yerning pukunchisining tavalligidagi ism bermay. Pakan minister ekanman yo tugan ekanman, men buning uchun harakat qilay. Deyishimiz. Shuning uchun bir pidakarlik ko'rsatishimiz kerak. Voy deb u boqani ilib, u hech qanday xalqning xabari yo'q, yo o'zi bilgan o'z tashkilotning ichidagining xabari bormi yo'q, uni bilmayman. Ama o ministerni Facebook tashlab qo'yaplar. İşimiz tüketip özümüzden yani burunqi sanamaga desep yüksek vaqtida ish aplashmaydi. Xalqning kulgisi qolamiz. Bu nerede minister ekan bu? Kim tunayın ekan buni? Nereden chiqibdi bu adash? Deb qoladi-chu. Özümüz xijilab qolamiz. Andan keyin ba'zi bir restoranda saylam o'tkazib, o'zi bijnimanlik qilib, o'z xalqi bilan tunimaydigan bir odamlar bilan rasmlik uchib evatsa, undan iching pishib qolmasin. Qarindoshlar, bu mesela vatandan battığı mı da bir mecnun yani sarang da kalısının ketken manda bijirim emas da kiyiştirişi meğiştirişi bijirim bo'lgan bilan ama da tefekkür qilishi da bir narsa masalaga qarshi da saqamas insonlar vardı. Ha vatan sirtidimi unda bir ikkisini uchirtib qolamiz. Uni uchirtib qolgan bilan ha mavo bizni manda qilib to'g'ri hammamizning ish pishqini mesela davani xunuklashtirib qo'yamdi. Davaga nisbatan biz ziyon qilib qolamdi. Buningga nisbatan nim bu o davanı ya onun Uygur bo'lganligi, onun ismining Uygur bo'lganligi o davaga bak ne bo'lmaydi. Davanın simvoli madam davaga vakolatchilik qilinmaydi-chu. Davaga vakolatchilik qilish uchun insonda bir salohiyat bo'lishi kerak. Qalbi bijirim bo'lishi kerak. Aqli to'shqon bo'lishi kerak. Anondan keyin deganda o'zining mana bir chevrasi bo'lishi kerak. Mana odamlar ham bir cumhurbaşkanı bir her kumandan generalının bir tal askeri yok generalını gördük. Bir tal başkanının katibi yok, ya maşinisi yok, ya işhansı yok mu da başkanını görevatımız. Bu hem de insanlığa bir hecvit verirdi. Bunun da hem de hiçbir şey yok. Bir acayip bir kılık ama Allah mimandalık oynavatkan bir küçük vaxtlarımızda bir mahallimizde küçük oğlan birleşip vay deb çoğunluğu buluşunu arzu kılgan bir işle vattı. Hazır bu çetelde başlık buluşunu, emel tutuşunu arzu qilib manda qiladigan ishlar borkana deb silib yoqimizdan ishlaydigan bo'lib qoldik. Yoqimizdan ishlab qilib da qarab qo'ysak bo'ladi. Uningga bek hapilishib olsak, nima qilmaydi? Uning ustiga shu yerning qonuni, shu yerning nimasi bilan bir taraf bo'ladi. Ammo uning xalqning uningga bir ovoz vermasligi, xalqning uning tarafini olmasligi, xalqning uningga nisbatan Məqsəri aralaş, yoki bo'lmasa bir şekilde qiliyotganligining o'zi eng yaxshi javob shu deb o'ylayman. Qaranglar qarindoshlar, bir bayroqni ko'tarib olish, bayroq da'voning nimasini elib oliblam, "Oy, men da'vo qilyapman" deblam, uya bu bilan ko'rishib qo'ygan bilanlam, u da'vo qilganlik olmaydi. Bir 4 5 parcha rasm chizib qo'ygan bilan bayrog'imizni keynimizni qo'yib, hayvatlik ishg'olida, hayvatlik dabdabalik ko'rinishlarni chiqarib qo'yib, har xil naqshlarni o'zimiz uchun qilib qo'yganning o'zi da'vo olmaydi u, qarindoshlar. U da'vo unda olmaydi. Da'vo deganning da o'zining tartibi bo'ladi. Bunda demoqchi bo'lgan narsamizni bunda axborotlarga shu kunda eklaydigan bunda usulimiz bo'ladi. Bunda yo'li bo'ladi. Ani keyin boshqa biz deyotgan narsani e'tirof qilgan narsa bo'ladi. Bir ish qilayotganning ba'zilarining bir programmasi yo'q. Bir yerga borsa o'zining nima deydiganligini bilmaydi. Hatto bunda plan projekting bo'lmasa nima ish qilmoqsan? Yomon dabdabilik yo'g'on, bütün adam hiçbir eminib og'ziga ilishtirma emindigan gaplarni qilib qo'ydi, ammo unda narsa uni ya uning o'zida yo'q, ya bunda bir daftarda yo'q, ya bir oqidagi kotibida yo'q. Ammo injilik bir ishlarda unda odamlarga nisbatan to'xtab turadi. Yana birisiga bizning har doim
Musulmondachilikda mo shaklan, soqolimiz, kiyavangimiz, ishlatgan misvakimizni qarta baho beradigan, soqol qo'ymasa uni qabulaydigan, mana shakilga qarab baho beradigan musulmondachilik shu. Uning tutgan yo'li, qilayotgan xizmati, Alloh rizoligimi, harakati, o'tirib qo'pishi, gap so'zi uniga qaramay, mana shakliga, qiyofatiga, shu musulmondachilik nimasi bormi yo'qmi? Uniga qaraydigan shaklda baho berib qilyapmiz musulmondachilikqa. Davog'imi ham shu. Davog'imi qarshi degan dabdabali og'ir bayroq bo'lish kerak. Onundan keyin dabdabilikmi bir so'rulida adam eymangidek, mana biz ko'rib boqmagan tip-tik bir insonlar o'tirib qopgan bo'lishimiz, har baqallar bilan kirib qo'l ilishib kurashgan. Ana keyin bunda qilib. U qo'l ilishib kurashdingiz. O şekildeki dabdabalik nima ishni hal qila oldingiz? Xalqingiz uchun nima deb berdingiz? Şuna teşkilatlar qurilyapti, partiyalar qurilyapti, naydi hukumatlarimiz naydi jiq bo'lsin. Ammo o'zaro bir-birisinikini yaratishmay, bir-birisining baqallarini bunday nima qilishmay, o'zaro bir-birisining xizmatini qo'llashib qilmatlashib. Har kim o'zining xizmatini qilib, masalan, men miyada mayaga chiqildim, bugungi davorimda men mama ishni qildim. Qardoshlar, ma ishni qilib, xalqqa qilgan ishingizni doklab bersangiz, ha, ma ishni hojam ma qilalabda, bugunchi tashkilot ma odam qilalabda, ha, nocha demkin. Alloh razı olsun deb duo qilib qo'ydi. Undan boshqa xalqning boshqa beqib ketadigan nima shumi ish emas. Bek bir ho deb yangiz berib kunda sizga bir alqisada qilinmaydi, ammo qalbida tasdiqlab sizning qilgan ishingizni. Quldan bir Allah bir xolis bir şekilde Allah müşkerindaşlarımıza bir yardım qil deb shu duoda sizni yetib qo'yganning o'zi dehti katta ish bu. Nayt katta, zo'r ish bu. Uning uchun qarindoshlar, shunga biz mushunda ishlarga diqqat qilsak, ba'zi insonlarimizni ko'rimiz, hamda mening so'zlaydiganim men bilganim, meni ba'zilar bir tashkilotning vakolatchisi, uning buning odami deb qoladigan qarindoshlar, men hech kimning odami emas. Men hech kimga vakolatan, hech kimga bunday yaxshi qilayotgan bo'lsa, uni qo'llayman. Mening maqsadim qanday tashkilot, qanday faoliyatchi bo'lsin, qanday insonlar bo'lsin, Xitoy qarshilam, bayroq ro'shan olda, Xitoy qarshilam harakat olib berayotgan bo'lsa, uning qilayotgan ishida reallik bo'lmay, riyakorlik bo'lmay, meni palonchi desin, pukunchi desin, yoki men obro'yga, yoki uningga, buningga demay ko'nglida xolis shaklda chiqqan insonlar bo'lsa, men ulunun keyin ulab, ulag'mada chavaqchilib, havada o'zimning YouTube kanallari bo'lsin, o'zimning qilayotgan bir tashviqot xizmatlarida bunda ashulaga madad berishga tirishaman. Bu mening o'zimga qilayotgan, men qila oladigan ishim, tashviqot sohasida ish qila oladiganman. Men mush sohadagi qilayotgan xizmatlarga havo deyish bire degan narsani o'zimga bunda bir nishon qilib olgan bir odam. Shunga men boshqaning bir ayolning bir odami emas, birisining bir saylab qo'ygan bijimisi emas, bijaning bir tashkilotning yo bijimisi emas. Ben o da bijimisi buluşunu xalamayman qarindoshlar. Men faqat o'zimning ismim bilan shu nabija alavlab yashashni yaxshi ko'radigan, shu bo'yicha harakat qiladigan odam. Qo'limdan nima kelib qolsa, qo'limdan qanchalik ish kelsa, shu ishni qila olib, shundan javob berib, qarab o'tiradigan bir odam. Shunga men meni tutgan ba'zi bir tashkilotlarning tarafini qilib qo'ysam, uning odam bo'lib ketmayman. Men birisini odamning gapini qilib qo'ysam, uning odam bo'lib ketmayman. Men o'zimga kuchli odam. Men tashkilot, men partiya, men hukumat qurmayman. Men faqat Sharq Turkistonning qurilishi uchun, Sharq Turkistonning mustaqil davlatning qo'liga kelishimiz uchun harakat qilaman. Undan boshqa bir partiyaga, bir hukumatga, bir bijimiga, bir qurultayga a'zo bo'lib qolmayman men qarindoshlar. Shunda bo'lmay ish qilyapman. Shunga men hech kimning adamim emas, bijaning bir cho'ng boshlig'im emas. Bunda gap qilsam balki mening bek bir boshqa suhbatga ketib qolaman. Menki bilmadim boshqa qarindoshlarim mening tabiiy huquqlari o'xshaydi bir shaklda uni buni nima qilib qoladi ekan. Men shu ko'pin ulan gap qilgan qarindoshlarimizga qulandim mushkila qarindoshlar. Kasa qila olaymsam, qila olaymi deyman, qilamasam qilolmaymi deyman. Biz hammamiz o'zimizga loyiq xizmatni qilib, natijasini Allohga topshirib, shuning uchun izchil harakat qilsak ham bu to'g'risi shu. Ziddiyat nereden kelib chiqdigini obamgidek, andaqkan, mandaqkan. Angandan yana bir narsa, xalqimizda umumlashgan bir narsa bor ekan. Eliqi kim so'zlayotgan ovoz WhatsApp'layotgan bo'lsa, videoda bir chiqib so'zlagan bo'lsa, uning kim, nima ish qilgan odam, bu qanday odam, buni surishtirmaylar, ojining gibini ha deydi ekan.
bir narsa kelsa biz surishtiramiz. Men mush 10 yilning oshida mujohid yashagan 12 yil bo'libdi. 10 yil mush siyosiy sandimda qarab, minib, ko'rib, his qilganlarimizning tajribamizga asosan bizning ko'rgan narsamiz qarindoshlar. Biz odamni tonidik. 10 yil jarayonida, men o'zimga sarf qilgan jarayonda 10 yil jarayonida odam tonidim men. Kim ish qilib qanday odam tonidim desang, kim ish qiladigan odam, kim ish qilmaydigan odam, bu odamni tonidim-ku men. Ma odam ish qila oladigan odam kim, ma odam ish qila olmaydigan odam kim. Ma odamning mayeri manda ekan, ma tashkilot manda ish qildi ekan, ma manda ekan. Ma o obro'y peresken, ma o mansab peresken, ma o bo'lmasa o'zining xolis bir xizmat qilgan odam ekan degan narsani toniga chiqa biz bir aniq diagnoz qo'yib, bir tijoratchi, yaxshi tijoratchi bir malga ditliy oladi. Dit bo'ladi-ku. Ma malni olgan bo'lsam, yoki ma chapanni olgan bo'lsam men. Ma chapanni mancha puldan top oldim, mancha pul yo'lga ketadi. Mancha pul do'konga qo'ysam, do'konga olgan pulni chiqarib, o'zimni chiqarib chiqarsam, mancha pul sasam, bizdan mancha pul qolsa, obdan pul qoladi ekan degani ditliy oladi. Tijoratchi. Biz mujohid yashagan, mush 10 yillik tajribam insonning ditliy oldik. Ma inson to'g'ri inson ekan, ma va xato ekan, ma va mundaq ekan, ma mundaq ekan. Ma teklif mandaraq ekan. Hozir o'zimiz ko'rganligini, o'zimiz his qilgan atrofimizdagini ditliyligidek tajribamizga ega bo'ldik. Shuni biz tajribamizga asosan, ko'rgan bilginimiz, his qilganimiz, tuyg'urimizga asosan, hattoki ba'zilar ilm birim qilib shaklda, ma odam bilan manda shaklda. Bir do'stni, bir yaqin qarindoshni nada sinaymiz desanglar, birsida shu ilm birim, pul muomalalarida sinab etkiladi. Her qanaqa odamni eng muhim sinoqning o'tkili pulchu. Pul ilm birim shaklida. Bu yomon sinoqning birisi bu. Yana birisi inson bilan muomala qilish orqali. Anandan keyin bunda chavirsin ekanda o'zini tunish. Men bir narsaning voqelikning keyini qaranglar, odamning keyini qaranglar deb ketg'ayrim. Ma bizda shunda tajriba bo'lg'achqa, shunda yekulgan bo'lg'achqa, har birlar bilan bunda o'rtoqlashimiz. Şuna ba'zilar voy bu konular ondaqken konular mandaqken dedi. Biz şumuş konular chiqqanlar, mesela biz konu degan bo'lsak, 10 yildan yog'i mishada chet elda qaylanlar. Mayli Turkiya olsun, mayli Yevropa, mush atrofdagi yerlarda yugurib, ma'no yo'li mandaqken, ma'no yo'landaqken, ma'vo durust tashkilotga, ma'mudaraq tashkilotga, ma'mudaraq o'tirib planshib, bayoqlarni yuradigan odamga degan yangiliklarga biz shunga muomalani to'g'ri qilib ketib boramiz. Shunga qarindoshlar, biz bilganligimiz, bilolmaganligimiz emas, biz tajribamiz, bishimizni o'tkazganligimiz uchun bir narsalarni. Shunga har birlariga menda bir shaklda tafakkur qilaligidek, o'ylaydigan narsalarni deb bilamiz. Eng muhim qila oladigan ishimiz o'zimizning qilayotgan ham qila oladigan ishga mukammal bo'lib, shuni nayl voyaga yetkazib qilsak, yaxshi natijaga kelamiz. İçimiz pishmusun. Bir narsaga ochiqlab ketmayli. Sildab ketmayli. O'zimizni oldirib qo'ymayli. Hamma nimani nayt yaxshi o'ylab, nayt yaxshi kuzatib, nayt yaxshi tafakkur qilib, anandan keyin agishli bir narsaga agasak. Masalan, bir yerga ya partiyaga agishli, yoki tashkilotga agishli, yoki odamga agishli, yaxshi tushunib bulab agishli. Ani keyin ziyon topmaydi. Bo'lmasa men menib bo'lgan yo'lni sizning yana o'ng'ur-do'ng'ur cho'qisi men deb bersam, yana siz yana shu o'ng'ur-do'ng'ur yerda menishning o'zi vaqtingizni isrof qilganlik. Shunga biz burun qilning to'g'ri yil liniyasini bizga qo'yib qo'ygan vatanning mustaqil bo'lmaydiganligidek bir to'g'ri liniyani ishlatgan jumhuriyat qurib bizga isbotlab berdi. Mana bu eng narsa to'g'ri. Ham tutolmaslik nima? Birisiga sirtqi kuch, yana birisiga ichki kuch. Ichki kuchda nima deganda, sirtqi kuch degan cho'ng davlatlar, Rossiya, bu xalqaro cho'ng davlatlarning peshki sulab ketgan bo'lsa, ichki jihati nima deganda, munofiqni toniyanmaganlik va munofiqni jazolayanmaganlik eng ichki sabab bu shu. Munofiqni toniyanmaganlik va munofiqni jazolayanmaganlik. Bugungi kunda mo tashqi bizning vatanning mustaqilligi, Sharq Turkistonning mustaqilligi sirtqi kuch va ichki kuchni arib qaralmaydi. Cho'qim tashqi kuchmi bizga, xalqarami bizga qanday shaklda davlat qurishimizni, ya qurish qurmasligimizni bekitalashga ta'sir ko'rsatadi. Xalqimizning ichidagi havo, atmosfera va
ömlük hareket qilishmi ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun biz sirtqi kuchni tangshash bilan birga ichidagi kuchni o'rtaq shaklda bir harakatni mexanizmga, bir sistemaga ekinmasak, vaqtida shu deganda yanalam biz keyin tarix sharoitimiz bizni qurilg'a ekib qo'ysimi, quramay qolamiz. Qursaqmi talon-taroj bo'lib ketamiz. Shuning uchun eng muhim narsa biz bu narsadan orib qarsak olmaydi. Xalqaradan o'zimizni orib olsak olmaydi. Ya'ni biz ishimizda bir muntazam bir shaklda bir sistemlashgan bir narsa bo'lmasa, vaqtida yanalam quranmaymiz. Chunki odam tanıyamay biz bu ishga munosib bo'lmagan yoki shaltaq, yoki patqaq, yoki jo'a qamlashmagan insonlarni ish peshiga chiqib qo'yamiz. Xuddi vatan sirtida ba'zi bir yerda bo'lgan o'xshash. Shuning uchun qarindoshlar, buningda odam tunish masalasi, xizmatlarni nayt sistemli qilish masalasi, yana bir so'kchi deganda qobiliyati va her jihatdan qaytilgan insonlarning ish peshiga chiqishi bek muhim. Unda bo'lmaydi ekan. O tümüyçilik qiladigan yerga yog'ochini ekib qo'ysak, ishimiz qamlashmaydi. Uning bilan birga atrofda bo'layotgan Xitoyning odamlarini tunuydigan mana bir ko'zimiz bo'lmasa, vaqtida yana dushmanning bizni o'ynatayotganligini bilinmay, dushmanning sanini uchib ketib qolamiz. O'zimizga sep dushmanning eng cho'ng qilayotgan şey o'zimizga sep xo'ritib tutish. Gapimning to'g'ri yerini qabul qilinglar, xato yerlar qilib qolsin. Hemen Cenab-ı Allah taşırıp. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.